Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bankimizga xush kelibsizlar. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad shu mahallada aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni shu biznes loyihalariga aylantirish bo'yicha ish o'rinlari yaratish tomonidan samarali foydalanishdan iborat. Maqsadimiz bunda kimlar ushbu yo'nalishda tadbirkorlik qilmoqchi, qilmoqchi bo'lsa, o'zlaringiz qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Kimdan nima savol bor? Mahalla loyihasini icheriga kirib olish qilmoqchiman. Mahalla loyihasi bo'yicha siz 50 milliongacha olishingiz mumkin. Bunda o'zingiz bandlik qilishingiz kerak. Keyin shu kafil ta'lim qilasiz, tegishli hujjatlarni sizga ajratib beramiz. Shunday qo'yib savol. Qiziqtirgan nimalar bor? Savol va takliflar bo'lmasa rahmat. Sog' bo'lasizlar.